berib, saqlab elib, xatir qaldırıb ögündiğin məzmundan yeni birisi çıxdı ya. Bəklan mühim. Yəni şu tamaq etişki alaqadar hər qaysı qoruş, dümləş degəndək sözlərni dövlət dilində qandaq ifadelaymiz? Bugün həmməni to'liq ögünüb olamiz. Birinchidən jiyan degan ma söz ko'proq uchraydi do'stlar. Jiyan deganimiz qorush deganni bildirdi. Jiyanjidan deymiz, tuxum qorush debchu. Jiyanjidan tuxum qorush. Ikkinchidan chao cay deymiz. Bunu sizlar cho'qim anglab baqqan. Chao cay, say qorush. Bu endi ashtaq uyon bu yon aralashtirib, örüp çörüp qorushni ko'rsatadi. Chao cay. Jaji deydi. Ja shu tiao deydi. Bu endi mayda pishirish deganni ko'rsatadi. Masalan, shu tiao degan yang yo'q qalamchisi u. Yang yo'q qalamchisini mayga silib, u yon bu yon örüp çörüp qo'rmaydi. Mayga silib pishirmiz u. Shuning o'xshash mayda pishirish zaliq qilishmi deb qo'yamiz. Amniyat shu ja degan gapdan kelganda u. Shu ja deb ataymiz. Mayda pishirish, mayda tug'izib pishirish bular qolsa ja deb ifodalaymiz. Ja shu tiao, ja ji degandagi. Yana birisi ju deganimiz endi bu pishirish bo'lib, yanada qaynatib pishirishni ko'rsatadi. Masalan, ju shui ang oddiysi ya. Ju shui bo'lsa suv qaynatish degan gap. Ju mian bo'lsa, ju mian chöp pishirish, chöpni suvga solib pishirishni ko'rsatadi. Ju mian kao degan endi qaqlab pishirish. Yani shu cho'q quyib, o'tga quyib qaqlab pishirishni ko'rsatadi. Kao yang rou deymiz. Kavab pishirish degan gap bo'ldi. Kao yang rou. Kavab pishirish. Yana birisi dun. Dun deganimiz endi dumlash deganni bildirdi. Masalan, dun tang deymiz. Dun tang sho'rp dumlash. Ana keyin ao deymiz. Ao degan bu alaqa uzoq qaynatib pishirishni ko'rsatadi. Masalan, ao tang, ao zhou deymiz. Ya'ni sho'rp qaynatish, sho'girish qaynatish deganni bildirdi. Yana birisi dumlab pishirishni biz jing deymiz. Jing dumlash. Jing mantao desak, momini dumlab pishirish, mom pishirish degan gap. Jing mantao momini dumlab pishirish. Hargiz alaqi chao mantao deb bu yerda momiga nisbatan qo'rish yoki ju mantao deb suvda pishirish degan gaplar ishlatib qo'ysak bo'lmaydi. Cho'qim jingni ishlatamiz. Yana birisiga min deymiz. Min deganimiz endi ashtaq tuvoqni yepib, buni ashtaq dumlab uzun muddat dumlab pishirishni ko'rsatadi. Minrou deymiz. Minrou go'sht dumlash degandekchi. Yana birisi ban deymiz. Ban deganimiz endi aralashtirish, banliq qilish deb qo'yamiz. Ban cay bo'lsa, so'g'aq saylarni, banliang cay desak, so'g'aq saylarni aralashtirish degan gap. Yana birisi yan deganimiz endi bu chilash deganni bildirdi. Yan lobo desak, yan lobo chilash, ajasay qilmiz ashni ko'rsatadi. Yan cay saychilash degan gap. O'g'in oldinglarmi? Davlat tilida shu pishirish nima bek ayrim araydi do'stlar. Hammani pishirish yoki hammani qo'rish deb atmaydi. Ishlatilgan so'zliklar o'xshamaydi. Buning keyiniga pishirishga tegishli bo'lganini qo'rish degan so'z ishlatib qo'ysak yoki keyiniga keladigan ismlarni xato ishlatib qo'ysak, boshqalarning ko'ksi qildigan chiqadi. Shuning uchun daftar qalam elib bosmishni xotir qoldirib olinglar hamda mushu so'zlarni ishlatib turib, pinanchuda bir sözlük tözəb əvəzsənlər buldu, yoki mükemmel bir cümlə qılıb əvəzsənlər buldu dostlar. Axırda bizim mava kitaplarının dərsi öyrənişdə şunçilik bək düşüb getibdi dostlar. İkinci qism, üçüncü qism, dördüncü qism, beşinci qism həmmə dərs var dostlar. Ma'nın iki kitap sözlənib oldu, keyinki kitaplar sözlənib atdı degəndək. Müşü sözlənib atqan vaxtdan başlap qatnaşasanlar ən yaxşı her bir kitap çant olsanlar 3 ay vaqtda tugaydi. 3 ay bo'lsa-mu o'rganish qilsam bo'ladi yoki 1 yillik o'rganish qilish planim bor deydigan o'rganishlar bosh betda mening undar numerim bor. Men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Bu mana shu fotoxonitasi berib bo'pmi, ya'ni turmushda yaxshi paranglashmayotgan har qaysi oldiki qo'shilg'uchilarni to'g'ri ishlamayotgan, hansil grammatik qoidasini to'g'ri egallamagan, tafsil o'rganmoqchi bo'lgan o'rganishlarimizga eng mos keladigan ham eng negizlik bo'lgan topshiriqlar bo'lsin, darslik bo'lsin, xas ham intayin saz bo'lgan bir foydalanish o'rganish materiali. Buningga yanda bizning yetaklashimizmi, hargiz darsni so'zlab tashlab qo'yadigan ish yo'q. Har qaysi jihatdagi yetarsiz deganimizni tang to'liqlab mangimiz.